Alloh uchun muhim bo'lmaganingda sen eng go'zal suratda yaratarmidi? Bilasanmi? Dunyoda nimaki bor bo'lsa, sen uchun yaratilgan, ko'rgan va ko'rmaganing barcha go'zalliklar va ne'matlar sen uchun bor. Sen borsan deya har tong quyosh chiqadi. Sen borsan deya tuproq ozuqa beradi. Sen borsan deya gul xushbo'y ifor taratadi. Osmon, oy va yulduzlar hammasi sen uchungina mavjud. Alloh senga shunchalar ahamiyat berdiki, faqatgina yaratish bilan kifoyalanmadi, balki dunyoda baxtli va tinch totuv yasha deya hamma sharoitni yaratib qo'ydi. Go'zal narsalarni ko'rishing uchun ranglarni, yoqimli ovozni eshitishing uchun saslarni, yomonliklardan uzoq yurishing uchun yaxshiliklarni yaratdi. Shunchalar muhimsanki, o'zingni yolg'iz his etmasliging uchun senga umr yo'ldosh ato etdi. Dardingni oson bayon qilishing uchun gapirish qobiliyatini lutf etdi va biror narsaga ehtiyoj sezganingda uni osonlik bilan o'zidan so'ray olishing uchun duo qilishdek buyuk ne'mat baxsh etdi. Alloh senga shunchalar e'tibor bergan, asragan, g'amxo'rlik qilgan. Sen uchun hamma narsani yo'qdan bor qilgan. Dunyoni ham birma-bir oyog'ing ostiga tashagan. Bu ham kamlik qilgandiki, jannatni sen uchun ziynatlab qo'ygan. Buncha e'tiborni bilmay, his qilmay turib umid yo'q deyapsanmi? Bunday qilma. Umidingni uzma hech qachon. Sen uchun bunchalik ko'p narsani yaratgan Alloh vaqti kelib baxtingga yetaklaydigan sabablarni ham yaratadi. Seni shunchalar himoyalagan va g'amxo'rlik qilgan Haq taolo albatta bir kun muammolaringni ham yechimi bilan uchrashtiradi. Va senga bunchalar ahamiyat bergan va yaxshilik ko'rgan Rabbim yaqin orada o'zingga mos bir umr yo'ldosh ato etadi.